siz savolingizga hali javob bera olmadim. Uylanish temasi menga ko'proq hozirgi zamondan kelib chiqadigan bo'lsa, hozirgi ayollar ko'pidan kelib chiqadigan bo'lsa, menga lutsi bittasi bilan kontrakt qilib 2-3 ta farzand menga tug'ib berasiz, qolgancha pulingizni beraman. Bola menga darsi davom ettiraverasiz. Chunki men u ayolni ertaga yuragini siqib qo'yishini xohlamayman, to'g'risi. Chunki ayollarga ishonch qolmagan ko'piga. Endi bordir yaxshilari, bilmayman. Lekin ertaga u bilan mana shu billa ketib, жизненный putizda shu nimadir parod qilib qo'ysa, bunaqa udar menga kerak emas. Spokойно yashash kerak, maqsadlar uchun harakat qilish kerak, faqat ota-ona uchun. Yana bilmadim, xudo biladi.